9-talabimizni o'qib beraman. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida qizamiq virusiga qarshi qilinadigan vaksinani modelini o'zgartiringlar deb chiqqanmiz. Nega? O'zbekiston Respublikasi Virusologiya institutining xulosasiga asosan bu qizamiq virusi yovvoyi shtampi vujudga kelgan, COVID yoki boshqa qanaqadir viruslar bilan birikib mutatsiyaga uchragan va oldingi yillardagi qizamiq kasalligi hozirgi kunda kuchayib ketgan. Virus kuchaygan, virus kuchli. Endi biz shu virusga qarab vaksinani o'zgartirishimiz kerak. Aynan 2018-yildan shu bugunga qadar O'zbekiston Respublikasi vaksinani Hindiston davlatidan sotib oladi. Shuni taklifini berganmiz. Hindistonniki emas, Koreyaniki yoki Yevropaniki yoki Amerikani vaksinasini olinglar, shundagina qizamiq virusini to'xtata olamiz. Jamoaviy immunitet hosil bo'ladi. Vaksinani hammaga tatbiq qilinglar deb so'raganmiz shuni. 10-si SSP kasalligini kelib chiqish sabablarini o'rganish, tadqiqot o'tkazish uchun ajratilgan grant summasi ushbu masalaga yo'naltirish. Ya'ni 2025-yilda qizamiq virusi va o'sha SSP kasalligini tadqiqoti bo'yicha Innovatsiya vazirligi, Moliya vazirligi, yana bir qancha sog'liqni saqlash vazirligi bilan o'sha O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi vrachlarning malakasini oshirish instituti bor. Bu yerda umumiy olganda o'sha bir nechta tashkilotlar bir yoqadan bosh chiqazib tadqiqotga pul ajratish so'ralgan. Lekin hozirgi kunda bu tadqiqotga ajratilgan pullar yo'q. Boshida 17 milliard, keyin 11 milliardga tushirildi, keyin 7 milliard, mana hozir 4 milliard 200 million so'm ajratilgan. Tadqiqot bo'yicha shu summa hozirgi kunda qayerda yotibdi hech kim bilmaydi. Sababi Sog'liqni saqlash vazirligining rahbariyati o'zgardi, xuddiki hech kim bilmaydi buni. Mana shuni talab qilganmiz. 11-si SSP kasalligining klinik bayonnomasi quyi tizimlarda amalda tatbiq qilish bilan birga shifokorlarning o'quv soatlarini tashkil etish. 2024-yil sentyabr oyida o'sha qizamiq virusining asorati sklerozlashgan panensefalit kasalligining klinik bayonnomasi ishlab chiqildi. O'sha Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan. Lekin bu protokol pastda birinchi divizionda quyi tizimlarda hali amalda tatbiq qilinmadi. Shu bugun ham menga telefon qilishyapti. Bolamda shunaqa holat kuzatilyapti. SSP kasalligining klinikasi ko'rilyapti va Toshkentga jo'natishimiz kerak. Iltimos yordam bering. Toshkentda birgina bolalar tibbiyot milliy markazida tashxis qo'yilsa, shanba oddiy kuni hukumat qaroriga asosan butun O'zbekistondagi kasalxonalar dam oladi. Endi navbatchi klinikalar ishlashi mumkin, lekin davlat tasarrufidagi barcha kasalxonalar shanba va yakshanba kunlari dam olish kuni deb belgilangan. Shuning uchun men ularga aytdim, iloji yo'q deb tushuntirdim. Dushanba kuni borib, vrach ko'rigiga kirishingiz mumkin, uchrashingiz mumkin. Chunki mutaxassis kam. Agar bu klinik protokolni har bitta viloyatda o'zini nevrologlar orqali, sog'liqni saqlash boshqarmalari, tuman tibbiyot birlashmalari orqali buni tatbiq qiladigan bo'lsa, sarson bo'lmaydi odamlar. Bu yerda inson qadri degan narsa bor. O'sha bolasi kasal bo'lgan ota-onalar ham chora izlash uchun Toshkentga poytaxtga kelyapti. Poytaxtda bolalar tibbiyot milliy markazini o'rni ham chegaralangan. 200 kishi, 300 kishiga mo'ljallangan bo'lsa, bularga hozir 1000 kishi kelyapti. Mana bunaqa kasalxonalarni sonini ko'paytirish kerak. Artistlarga hadeb pul tikilmasdan, sportchilarga hadeb rag'batlantirish beravermasdan har bitta viloyatda bolalar tibbiyot milliy markazlarini qurish kerak. Zamonaviy kasalxonalarni ko'paytirish kerak. Vrachlarni o'qitish kerak. Mana siz mutasaddilar farzandingiz kasal bo'lsa, o'zingiz kasal bo'lsangiz, ota-onangiz kasal bo'ladigan bo'lsa, qayerga olib chiqasiz? Darrov Germaniyaga olib borasiz, Izraelga olib borasiz, Turkiyaga olib borasiz, Amerikaga yoki va hokazo, Koreyaga olib borasiz. Nega shuni o'zimizda qilsa bo'lmaydi? Nima yetishmaydi bizga? Bizga insof yetishmaydi. Hamma narsa bor, hamma sharoit bor. Prezidentimiz yaratib qo'yibdilar shuncha sharoitni. Qonunlar bor ishlaydi. Pulimiz bor, mablag'imiz bor. Fahmimiz yetadi, aqlimiz yetadi. Bize faqat nafsimizga kuchimiz yetmaydi bizning. Quruylik har bitta viloyatda shu narsalar.